Bemorimiz 39 yosh, umuman tug'maganlar, 10 yildan beri turmushdalar, lekin homiladorlik kuzatilmagan. Hozir gigant miyoma juda katta mana. Xuddi 9 oylik homiladordek matkalar kattalashib ketgan. Mana miyomasi oshqozonning ustida turibdi. 12 yildan beri miyomalari bilan kurashib keladi. Lichenalar olgan, lichenalar foyda bo'lmagan, oxiri tabiblarga borgan. Tabiblarning dorisidan keyin mana shu darajada o'sib ketgan. Operatsiya qilishga qo'rqqanlar hozir miyomalarni olib, bachadonlarni saqlab, xudo xolasa bu bemorimizni tabiiy homiladorlikka tayyorlaymiz. Mana operatsiyamiz tugadi. Bachadonni saqlagan holatda bir 10 tadan ziyod miyomani olib tashladik. Miyomaning umumiy hajmi где-то 10 kiloga yaqin. Juda katta miyomalar matkani oldida, orqa devorlarida mayda miyomalargacha hamma miyoma olindi. Xudo xolasa endi bemorimizni davolab 1 yildan keyin homiladorlikka ruxsat beramiz.